konsertda bisovkasida ham odamlar o'tiruvdi. Ayrim odamlar nimaga konsertga kelganini bilmaydi. Eshitib bo'ldi. Uyga borib nima qilasan? Sevinchga chaqasan, mana g'iybat qilasan. Juda qarimayapti dedi. Aniq-ku. Masha o'tirib qilaver g'iybatni. Birgalashib. Azizlarimiz, mana bu raqqoslarimizni ko'ryapsizlarmi? Sizlar shunchaki o'tirib biz qarsak chalyapmiz deysizlar-ku. Bu qarsaklar shunchaki qarsak emas. Biz ichkariga kirib, men o'yinchilarning gapini eshitaman. Kimga kim qanday qaradi? Kimga kim qanday chapak choldi, kimga qancha chapak cholib, kimga cholmadi, bir ram absurdligi bo'ladi. Bu bizga motivatsiya. Sizlarda qarsaklar. Shuning uchun ishoninglar, bu xuddi shunday. Hamma gapirmasa kerak, hamma sirni olib chiqib kelyapman sizlarga. Hamma bir-biri bilan videoda o'zingiz o'tiradi. Hamma kim qayerda o'tirganini bilishadi. O'ynaganiga qaramayapti demaydi. Hammalarga kim qaysi qatorda, kim o'tiribdi, qanday qarayapti, nimalik, hammasini aytib beradi. Bularni bir-bir shukrlar